Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika tamojnisi majburiy emgak bilan munosabatli deb qaralgan bir turkum Sharq Turkiston faoliyatlarini qo'lga tushirdi. Kanada bosh ministri Xitoyning majburlash diplomatiyasini tanqid qildi. Qirg'iziston prezidenti vazifasidan istifa berganligini e'lon qildi. Sog'lomlik haqida savat. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 15 oktyabrda Amerika Dövlət Bexatarlıq Ministerligi, Tamojna və Chegara qo'llash Ministerligi bayonot e'lon qilib, xizmatchilarining Los Angeles uzun dengiz sahil portida Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlangan deb gumon qilingan 32 yoshlik ayol chuqur palayni qo'lga tushirganligini bildirdi. Amerika Tamojna qo'g'dash idorasi 14-sentabr Xitoy mahsulotlariga qarta import qilishni cheklaydigan 5 turlik tutib turish buyrug'i chiqarib, Davlat bexatarlik ministerligi e'lon qilgan bayonotda vaqtli tutib qolish buyrug'iga chetishli mahsulotlarning Xitoyning Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilganligi, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqi va boshqa musulmon millatlarning kishilik huquqini sistemalik dafsanda qilganligini o'ttirib qo'ygan. Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash muvaqqat direktori Mark Amorgan Trump hukumati rahimsiz majburiyat emgakiga qarshi turish va Xitoyning adolatsiz savdo qilmishlariga qarshi turish uchun hal qilg'uch tadbir qo'llanmoqda. Xitoy majburiy emgak bilan boshqa davlatlarga qaraganda ko'p mahsulot ishlab chiqaradi. Majburlangan ishchilar zo'ravonlik va tahdidga uchrab qolmay Amerikaning savdo va iqtisodiga ziyon soladi degan. Amerika Van palatasi sentabr oyida orqa-orqadan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish va majburiy Uyg'ur emgakchilarni oshkorlash qonunini ma'qullagan. Birinchi qonun loyihasi barliq mahsulotlarning Sharq Turkistondan import qilinishini butunlay cheklab, faqat mahsulotlarni import qilishga ruxsat qilinishdan burun ularning ta'minlash zanjirida majburiy emgak yo'qligini aniq va qoyil qilarlik isbot bilan ta'minlamasi bo'lmaydiganligi. Ikkinchi qonun loyihasida Amerika aksiya almashtirish va aksiya komiteti Sharq Turkistondagi savdo tijorati, ishlab chiqarish, ta'minlash zanjirining tafsilotlarini oshkorlashni talab qilgan bo'lib, shubiy mahsulotlarning majburiy emgak orqali ishlab chiqarilganligi yoki ishlab chiqarish jarayonining Sharq Turkiston Uyg'urlarini tutib turish lageri bilan munosabati bor yo'qligini o'z ichiga olgan. Amerika Emgak ministerligi 30-sentabr bolalar yoki majburiy emgak bilan ishlab chiqargan deb qaralgan mahsulotlarning tizimligini e'lon qilgan. Buning ichida Xitoyda ishlangan har xil palay va Rojdestvo bezaklarini o'z ichiga olgan 17 xil mahsulot bo'lib, bu yil Uyg'ur qatorliq turk millatlarga qartilgan majburiyat emgakiga munosabatlik 5 yangi mahsulot qo'shilgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Xitoyning majburlash siyosatini, Sharq Turkiston va Hong Kongdagi bostirishlarni tanqid qildi. Justin Trudeau Kanada va Xitoy diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yillik munosabati bilan o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kong siyosatini tanqid qilib, Xitoyning xohlagancha qo'lga olish va kishilik huquqiga daxl ta'ruz qilish qilmishini va Xitoyning qurilish yo'lida mangmaganligini, Kanadaning ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib Xitoyning majburlash diplomatiyasining va boshqa davlat fuqarolarini xohlagancha qo'lga olish qilmishiga qarshi turadiganligini bildirdi. Navbatdagi Xitoy-Kanada munosabatining diplomatik munosabat o'rnatgan vaqt bilan o'xshamaydiganligi haqida so'ralganda, Justin Trudeau Xitoy qo'llangan aloqador ahvollarning Xitoy-Kanada munosabatida jiddiylik paydo qilganligini ko'rsatib, Xitoyning dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lish sifati bilan Kanadani o'z ichiga olgan davlatlarga ta'sir ko'rsatadiganligini, ammo Kanadaning kishilik huquq masalasida hargiz murosasa qilmaydiganligini aytgan. Kanada tashqi ishlar ministri Champagne so'z qilib, Xitoyga qarata tashqi siyosatni tayyorlayotganligini, bu yil oxirida e'lon qilganligini bildirdi. U Kanadaning ko'p taraflamalik hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyning xalqarodagi majburiyatini ado qilishiga chaqiriq qilib, Xitoyning majburlash diplomatiyasining Kanadani Xitoy siyosatini qayta tekshirishga majbur qilganligini, ko'p taraflamalik hamkorlikni kuchaytirganligini ta'kidladi. Amerikaning Ironga qaratgan embargosiga xiloflik qilish bilan ayblangan Huawei shirkatining moliya amaldori Meng Wanzhou 2018 yili dekabrda Kanadada qo'lga olingan. Orqadan Xitoy 2 nafar kanadalik savdogarni josuslik bilan ayblab qo'lga olgan va qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuning bilan birga Kanada fuqaroligidagi Uyg'ur faoliyatchi Husayn Jalil uzun yillardan buyon Xitoy turmusida yetayotgan bo'lib, Kanada doiralari ko'p qatam uning qo'yib berilishi kerakligini o'tirib qo'ygan. Qirg'iziston prezidentlik axborot markazi bayonot e'lon qilib, Sooronbay Jeenbekovning o'ziga nisbatan hammadan muhimi Qirg'izistonning tinchligi, davlatning bir butunligi, xalqning ittifoqligi va jamiyatning omonligi ekanligini, tarixga fuqarolarning qonini to'kilishiga sabab bo'lgan prezident bo'lib xotirlanishni xohlamaydiganligini bildirdi. Jeenbekov poytaxt Bishkekning ijtimoiy siyosiy vaziyatining yanada jiddiy ekanligini eskartib, yangi ministerlar kabinetini tasdiqladi. Ammo bu jiddiychilikni pasaytmadi. Darhol istifa berishini talab qilishlar davomlashmoqda. Navbatdagi vaziyat ikki taraflik to'qinishga yaqinlashdi. Bir tarafdan namoyishchilar, yana bir tarafdan bexatarlik qismlari. Askarlar va bexatarlik qismlari prezidentlik to'ralg'usini qo'g'dash uchun qurol ishlatishga majbur bo'lmoqda. Menga nisbatan har bir vatandashimning hayotidan qimmat hech narsa yo'q. Tarixda fuqarolarimning qonining to'kilishiga sabab bo'lgan prezident bo'lib xotirlanishni xohlamayman.
Şoň men vazifamdan istifa berishni qaror qildim dedi. So'rinboy Jeenbekov yangi bosh ministr Sadir Japarov va boshqa siyosiy yo'llarning qo'llovchilarini Bishkekdan chiqarish va shahar aholilariga tinch amon turmush sunish chaqiriqini e'lon qilib, hech qanday hokimiyat davlatimizning butunligi va jamiyatning omonligidan qimmatli emas. Hammaga qodir Alloh hammamizni zaminimizning tinchligi va xotirjamligini qo'g'dasin dedi. Tunigun bosh ministerlik vazifasiga o'tirgan Japarov va boshqa siyosiy yo'llarning qo'llovchilari o'tkazgan namoyishlarda So'rinboy Jeenbekovning istifa berishini talab qilgan. Zapaning dorilik unumi ajoyib bo'lib, qonni jonlantirib, qonni quvvatlash bilan mashhur. Zapaning qonni jonlantirib, uyg'on qonni eritish, qayg'uni yo'qotib, tugunlarni etish qatorliq roli bo'lib, kayfiyatni yaxshilash, ko'krak siqilish, qon tukirish, kezik, vahima besish, tug'utdan keyin qo'rsoqda qon uyib og'rish, yiqilgandan keyingi ish og'riqni davolashga ishlatiladi. Uzoq mazgil choy damlab iste'mol qilganda husnini go'zallashtirib, immunitet kuchini oshiradi. Zapa Janubiy Yevropa va O'rta Sharq qatorliq rayonlarda yemaklikka bo'yoq materiali va tadqiq qilib ishlatiladi. Yana ba'zi rassomlar zapani tadqiq qilib, bo'yoq qilib ishlatmoqchi bo'lgan. Qo'lda yig'ilingan 50 ming toldan ortiq zapa bir qadoq keladi. Shunga gul ichidagi oltin deb atalgan. Zapaning tabiati mo'tadil, ta'mi tatliq bo'lib, kelinkida qizitma o'rlash, hushsizlanish, sapkun, badanga asvi chiqish qatorliq kasalliklarga ishlatiladi. Zapa qonni sovutib, zaharni qaytaradi. Ayrim ishlatishga bo'ladi. Issiqni yondirib, zaharni qaytaradigan yaxshi mahsulot. Masalan, o'sma yopirmiqi o'sma yildizi bilan birlashishga bo'ladi. Zapani boshqa qonni jonlantiradigan dorilar bilan birlikda ishlatganda dorining unumi texmi yaxshi bo'ladi. Tarkibidagi oksinning qerishning oldini olish roli bor. Ya'ni ba'zi kishilarga zapa mos kelmaydi. Masalan, homildor ayollar, yengil operatsiya qilinganlar, oshqozon uchay funksiyasi yaxshi bo'lmaganlar iste'mol qilmaslik kerak. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.